Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtaşlar ve en isil medhiyeler alemlerinin yaratquchisi ve yegane Rabbi bo'lgan Allah Taalaga xosdir. Allah Taala'nın için qalbimdan medhiyelayman. Uningga hamd sano aytaman ve shukr qilaman. Haq dinni bizlarga yetkazgan suyumlik payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhisalomga durud, duo ve salam yo'llayman. Onun aile tavabatlarına, sahabelerine ve ta kıyametkice onun yolunda mağdığan Müslüman qeyrindaşlarına bəxt saadet dileyim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik okurmenlerimiz. Əmdi huzurunlağa bəxt saadetinin 40 retsipti namlıq kitabımızını okup verişini davamlaştırırız. 33. retsip Təbəssüm qilishqa bexillik qilmang. Normal külke, g'amkinlikni yo'q qilish, ko'ngilni rohatlantirish va ruhni ko'tarishda sehrli kuchga egadir. İnsanlıqning iftixori bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallam tabassum bilan qalblarga kirish mo'jizasini insoniyatga o'rgatgan. U kishilarni tabassumdan iborat bu go'zal axloqni o'zlashtirishga tashabbus qilib, qarindishingning yuziga tabassum bilan qarashing sadaqidir deb ko'rsatgan. Təbəssümnin möcüzəlik sehri küçü şu qədər oçuq dursunmu? Bəzi kişilər ulardan heç qandaq bədəl tələb qılmaydigan, muşu bir ləhzilik təbəssümə bexillik qilish bilan özüge, ailesiga və ətrafıdagilərə bəxtsizliklərini ep kelidi. Bəzi kişilərning şu bir ləhzilik təbəssümə bo'lgan bexilliqidan ularning tishlarini aylab, yillab bir haqiqatmi ko'ranmaysiz. Hatto ularning tishlari avratmidi? yoki tishi chiqmaganmidi deb o'ylab qolasiz. Mundaqla islom payg'ambarining esil hadiyalaridan mahrum qolgan va tabassumdagi mo'jizani to'nimaganlardir. To'g'ri, gohida insonning beshir kelgan musibat yoki g'am qayg'u sababli bir qancha soat g'amkinlik bo'lishi mumkin. Ammo hamisha kunlarcha, oylarcha, hatto yillarcha chiroyi so'g'ib, qopiqqa turilgan, ichini dardlar bilan to'ldirgan holda yurish baxtsizlikdir. Təbəssümün əhmiyeti. Dalikarnik dostlarını qandaq tanlaysiz və kişilərdə qandaq təsir qaldıralaysiz namlıq məşhur əsərində mundaq deb yazıdı. Çırayının ifadəsi igisinin his tuyğularını göstərdiğən əynəkdir. Oçuq çıray buluş, təbii təbəssüm qilish, dostlarını qazınış və başqalar bilan həmkarlıq köyrüyünü quruş üçün ən yaxşı çarıdır. Bu qarış tərəfə maddi şeylərdən köpləb bəgəndin yaxşı və ən ünümlük işdir. Çin köngüldün kelgan tabiiy tabassum söygünün ramzisi ve rastçılıqning ifadesidir. Dalikarnik yana mundaq deydi. O'quvchilarimdan har birining muayyan bir kishining yuziga har kuni tabassum qilishni topshirdim. Uzun o'tmay savdogarlardan bo'lgan bir o'quvchim kelib, menga mundaq dedi. Men sizning topshiriqingiz bo'yicha tabassum qilishim uchun ayolimni tanlagan edim. U mendan bir haqiqatmi tabassumni ko'rmagan edi. Natijada men onunga tabassum qilgandan keyin uzun yillardan beri his qilmagan saodatni his qildim. Shuningdan beri uchirgan odamga tabassum qiladigan bo'ldim. Natijada kishilar men bilan ko'p orilishadigan, bir ehtiyojim bo'lsa darhol keladigan bo'ldi. Men buning bilan hayotning naqadar illiq ekanligini sezdim. Tabassumdan olgan foydalarimni so'zlab tugatib bo'lmayman. Agar bilsangiz, tabassum degan sizdan bir tiyinmi talab qilmaydigan, sizni ozroqmi jafoga qo'ymaydigan, nihoyatda oson va arzon bir narsa. Ammo uning ep keladigan foydasi, ijobiy natijasi bek kattadir. Tabassum qilish sizdan bir lahzadan ortiq vaqt talab qilmaydi. Ammo uning ta'siri yillarcha, hatto bir umr ko'ngillarda qoladi. Dunyoda tabassum qilishga chomi yetmaydigan faqir yo'q. Uningdan behojat bo'la oladigan boymi yo'q. Turmushimizda tabassumdan iborat bu sadaqani qanchalik ko'p qilgan siri biz namrat bo'lib qolmaymiz. Aksicha saodatga to'limiz va boshqalarni bu saodatdan bahramand qilamiz. Ammo mushu oddiy sadaqani dunyo halakchiligida qiyinchiliklarga to'lgan bu dunyoga chiqarishdan bexillik qilgan vaqtimizda biz dunyolik va oxiratlik ko'p yaxshiliklardan mahrum qolgan bo'lamiz. Tajribalar shuni isbotladiki, dunyoda shundoq so'g'uq chiroy, qopiqi ichilmaydigan insonlar borki, ularning tishini yil bo'yi ko'ranmaysiz. Hatto ularni tishi chiqmagan o'xshaydi deb qolasiz. Mundaq insonlar cho'qim ziyon tortquchilardir. Chunki ular hayotning go'zalliklaridan, dunyoning huzur halovatidan o'zlarini mahrum qilg'uchilardir. Ammo
tabassum qilguvchilar hamisha xushalliq va ne'mat ichida yashaydi. Tabassumning foydasini bilganlarning aytganlari. Misrdagi Al-Ihram gazetining qurg'uvchisi mashhur yozuvchi Ahmad Imin Shirin aslimalar nomli asarida mundaq deb yozgan ekan. Hayotga tabassum bilan muomala qiladiganlarning saodati o'zlarini baxtli qilish bilan cheklanib qolmaydi. Balki ular ishlashga eng qodir, mas'uliyatni ko'tarishga eng kuchli, qiyinchiliklarni yengishda eng yaramliq va o'ziga ham boshqalarga foydali bo'lgan katta ishlarni bajarishda mahir keladi. Men ko'p mol dunyo yoki cho'ng mansab bilan ozg'i shukr qiladigan qanoatlik nafsining ikkidan birini tanlashga to'g'ri kelsa, albatta ikkinchisini tanlagan bo'lardim. Chunki shodlikdan asar bo'lmagan bir muzjiroy bilan birga turib, ko'p mol dunyoga erishganning yoki katta mansabga chiqqanning nima ahamiyati bo'lsin? Xuddi jinoza namozidan hozirlik qaytib kelgan odamdek chiroyi tutib yurgan kishiga bu dunyoning go'zalligining nima ahamiyati bo'lsin? Uyini do'zaxga aylantirib olgan sohib jamolning agar erining qalbini ochamasa nima ahamiyati bo'lsin? Sohib jamollik darajasiga yetmasimi, uyini jannatga aylantirib olgan chiroyi normal ayol sohib jamoldan ming a'lodir. Doktor Aiz Al-Qarni G'am qilmang nomli mashhur asarida mundaq deb yozadi. Tabassum qalb qetidan kelmagicha tashqi jihatdagi tabassumning ahamiyati yo'qdir. Gül giyalar külümsireydi, bağ bostallar külümsireydi, deniz deryalar külümsireydi, asman ve onundaki yıldızlar külümsireydi, kuşlar külümsireydi. Dünyada hemme nersi külümsireydi ve tebessüm kılıdı. İnsanın asli tabiatida külümsireydigan mevcudat bulup, fakat onunda payda buladigan şahsiyetçilik, yamanlık ve toymaslık onu muzciray qilib qo'ydi. Şuna chiroyidan muz yig'ib turadigan odamlar ne o'zidagi ne tabiatdagi go'zalliklarni ko'rolmaydi. Har kim dunyoni o'zining amali, o'ziga xos fikr qilish tarzi va uning turtkisi bo'yicha ko'radi. Agar qilgan ish yaxshi, fikr sog'lom va uningga turtki bo'lgan narsa to'g'ri bo'lishi bilan birga, uning dunyoni ko'radigan ko'zniki pokiz bo'lsa, dunyoni va dunyodagi hamma narsani yaratilgani bo'yicha eng go'zal va to'limi suzuk shaklda ko'radi. Agar uning ko'rish ko'zniki kir yoki qora bo'lsa, u butun dunyoni qop-qora ko'radi. Dunyoda ko'pincha kishilar ko'zlarini hayotlikning go'zalliklariga ochmasdan faqat mol dunyoga ochadi. Ular tabiatning eng go'zal manzarasini aks ettirgan go'zal bog'chilardan, xushpuroq gullarning orasidan, sular iqiyotgan, qushlar sayrayotgan joylardan o'tgan bo'lsa-mu, bularning hech biriga ko'ngil bo'lmaydi. Chunki ularning butun xiyoli va tafakkurini mol dunyoning halokatchiligi o'ziga band qilib olgan. Har narsaga kulimsirash bilan qaraydiganlar qiyinchiliklarga kulimsiraydi va har qancha zo'r qiyinchilikni kulimsirab turib yengadi. Ammo har narsaga qopiqini turib qaraydiganlar uchun hamma ish qiyin va tas tuyuladi. Ozroq qiyinchiliklarmi ularning ko'zlarida cho'ng ko'rinadi. Mundaqlar badal to'lamasdan maqsadga yetishni armon qiladiganlardir. Hayotlikdagi qiyinchiliklar nisbiy ishlardir. Himmatsiz qo'rqinchoqlarning ko'zida hamma ish qiyindir. Ammo himmatli kishilarga nisbatan bu olamda qiyin ish yo'qdir. Himmatli kishilar qiyinchiliklarni yengish orqali himmat ustiga himmat qo'shadi. Qiyinchiliklar lalma itga o'xshash bo'lib, uningdan qo'rqsangiz, sizning oqingizni qo'g'laydi va jinining boricha qavaydi. Agar uningga pisand qilmasdan yo'lingizga davom qilsangiz, u sizga yo'lni bo'shatib berib, quyruqini shipanglatgan holda o'zini bir daldaga oladi. Tabassumning foydasini ko'rganlarning aytishicha, qo'pollik bilan hal qilib bo'lmaydigan nurg'un ishlarni kishilarga xushchiroy echish va tabassum qilish orqali hal qilib bo'ladi. Tabassum ko'ngilni rohatlantirish va ruhni ko'tarishda sehrlik mo'jizadir. Arablarda sen hayotga kulsang, hayot senga kuladi deydigan hikmat bor. Misrlik psixologiya doktori Ahmad Abduljavod qanday qilganda boshqalarning ko'nglini qozong'ili bo'ladi nomli asarida mundaq deb yozadi. Kishilarga tabassum bilan ochiq chiroy echish sizdan hech qanday bir chiqim talab qilmaydi. Ammo siz bilan uchrashgan kishilarning dillarini illatadi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu fazilatga qattiq tashabbus qilgan. U tuvandigilarni aytgan: yaxshilikdan hech narsani oddiy sanama. Birovning yuziga tabassum bilan qarashingmi yaxshilikdir. Birodaringning yuziga tabassum qilishingning o'zida sadaqaning savobi bor. Kishilarga ochiq chiroy bilan salom berishda sadaqaning savobi bor.
boshqalarga ular yoqtirmaydigan biror taklifni sungan vaqtdimi, ularga bu taklifni xushchiroy ochgan va tabassum qilgan holda sunish albatta yaxshi natija qozondirdi. Misrlik yozuvchi doktor Rasmiy Abdulmalik boshqalar bilan qandoq o'tisiz nomli asarida mundoq deb yozadi. Siz boshqalarga ochiq chiroy ichib tabassum qilish uchun yuzingizdan aran 13 muskulni ishlatasiz. Ammo qopiqingizni turgan vaqtingizda 74 muskulni ishlatasiz. Tabassum qilish qon tomirlarini kengaytiradi. Qonning badanning hamma joylariga yetib berishini ta'min etadi. Ko'p miqdordagi oksigenni ikki qismga avatish orqali badandagi ziyonli mayni yo'q qilishga yordam qiladi. Bundan boshqa tabassum qilish odamning chiroyidan qiyirliqning alomatlarini jiroq qiladi. Shundoq foydali bir tabassumga nimancha bexillik qilasiz? Yoki u sizdan chiqim talab qilamdi? Hurmatli o'qirmanlarimiz, vaqt munosabati bilan bugungi darsligimizni mushu yerda oxirlashtiramiz. Kelar qitim ko'rishguncha omon bo'laylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.